men erka bulan uchun O'zbekistonga kelganman. Uraman. Inshaalloh mazasini qochiraman. Yana qaytib ketaveraman deganlarga kelyapman. Men O'zbekistonga kelaman, aeroportga kiraman. Men unaqa tanilib ketganini bilmaganman-da, chama. Odamlar men aytmaychi, qayerga keldim O'zbekistonga? O'zbekiston shunaqa. Men o'z yulduzli juchola chalinaman. Tailandda qamasin, mana buni zizza yo'q. Yusi baylar edi. Yo'q, rasm tushamiz golub pes sochlarim bor aka. Sochlarim bor, apshi zver. Aytanaman. Bekkelib u shuni akalar kutib turibdi, o'z bilaman, ketaman. Akalar shunday keldi. Kishanni olishdi. Bilaman aka, shuning uchun keldim. Aka shu bilan ketadi. Ozroq bo'lsa ham foydam tegdi deb o'ylayman. Bayrog'imiz osib, mana degan joylarga urush qildi aka. Shunaqa janglar bo'ldi. Video qo'yilayotgan janglar bo'ldi. Video qo'yilmayotgan janglar bor. Hamma kiradi, katta odamlar. Telefonlar bo'lmaydi, jang qilasiz. Chotki janglar bo'ldi. Ertaga O'zbekistonda bayrog'i qayerdan sansa, I am from Uzbekistan. Ozroq bo'lsa ham bayroqni ko'rsatib, o'sha narsa menga foyda beradi deb keldim. Alhamdulillah, men yo'llazib o'tirdim, mana shu narsa foyda bo'ldi menga. O'zbekiston yordam berdi juda katta.